Judayam ko'pchilik nonushta uchun lavash yoki tortillani ichiga shunchaki kolbasa yoki sirri solib o'rab pishiradi. Biz sizlar bilan birgalikda esa buni vitaminlarga boy va judayam mazali ko'rinishda tayyorlaymiz. Birinchi navbatda hamma sabzavotlarni to'rab olishimiz kerak. Sabzavotlardan tashqari bizga oldindan qaynatib olingan tovuq go'shti ham kerak bo'ladi. Uni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib ajratib olamiz. Ajratib bo'lganimizdan keyin tovaga yog' solishimiz kerak. Men har doimgidek yuqori sifatli lekin hamyonbop narxdagi Vikalina tovasidan foydalandim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Yog' yaxshi qizigandan keyin sabzavotlarni birin-ketin solib qovurishni boshlaymiz. Ta'bga ko'ra tuz va murch solishni unutmaymiz. Demak, sabzavotlarni yaxshilab qovurib bo'lganimizdan keyin tovuqni solib, hammasi bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Bir xil holga kelgandan keyin boshqa idishga solib, ta'bga ko'ra ko'katlar, shuningdek qirg'ichdan o'tkazilgan sirri solib, yana aralashtirib olamiz. Endi esa bizga tortilla kerak bo'ladi. Tortillaga nachinka solamiz, ta'bga ko'ra yana ozgina sir qo'shamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqamiz. Ochilib ketmasligi uchun ozgina suv surish kerak bo'ladi. Endi esa yaxshi qizib turgan yog'da uni hammasini ikki tarafi qizargungacha pishirib olamiz. Qarabsizlarki 10-15 minutda issiqqina lekin rosa ham mazali yegulik tayyor. Ishoninglar, kolbasa yoki sir qo'shilgandan anchagina mazali chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!